er xotin bepushtligida bir-biriga dushman bo'lishi mumkinmi? Bu savolni o'zim patsientim bergan. Shu savolga javob bermoqchiman. Bunaqa vaziyatda er xotin bir-biriga dushman bo'lishi mumkin emas, chunki noto'g'ri fikr. Bir-birini ayblashi, oiladagi ichki muhitda bosimni juda ham katta bo'lishi, er xotinni munosabatlari uzoqlashishi, mana shu sinovlardan er xotin o'tishi kerak. Nimaga bu gaplarni aytyapman? Agar har bitta oila sinovdan o'tsa, albatta natijasi bo'ladi. Yaqinda mana shu sinovdan o'tgan, turmush qurganlarga 17 yil bo'lgan, Moskvada ham azospermiya tashxisi qo'yilgan, natija bo'lmagan patsientlarimda bugun natija bo'ldi. 17 yil deganda eko orqali homilador bo'ldilar. O'zingizni sizga keyin qo'yib beraman, ko'rasizlar. Siz chaqirishimdan maqsad ayolingiz homilador bo'libdi, mana. Homiladorlar, tabriklayman. Eson-omon qo'lingizga olib olinglar. Qancha kutgansiniz? 17 yilmi? 17 yil kutganlar. Natijamiz bo'lgan. Hammasi yaxshi, xavotir olmang. 4 haftalik homilador. Muhtaram aytganini qilib, o'z holatingizni yasirashingiz kerak. Tug'ilganda chaqirasiz 5 to'yga boraman. Albatta chaqiramiz. Besh to'yga pul yig'asizmi? Yaxshi. Hech qachon unutmang, kuchli sabringiz tegadi, umidingizni mevasi bo'ladi.